hali ishlashni umuman bilmaysanlar. Qanday qilib tushuntiramanmi, tushuntira olmayapmanmi? Namanganda biz nomerada ham o'sha ishlamizda. Men jentralarga qarab chang bosib yotibdi. Nima qilsa ishlashni bilasanlar? Yo sanlarga men o'zim bitta o'rnak bo'lib beraman, ha? Birorta klient kelsa masalan ishlashni o'rgatib qo'yaman. Usta, qo'y kelibdi. Yo, shoshilma ana. Men sizlarga o'rgataman qanday ishlash. Assalomu alaykum, aka, siz qanaqa mo'shalar qidirasiz? Men Spark'ga nima deysiz? Provelari ham normalniy. Yo'q, menga jentra kerak edi. Jentra kerak? Jentrani maslasi bor, bir ko'rsataymi? Mayli, bir ko'rsatingchi, yuringchi. Mana aka, jentrani yangisi, men changligiga e'tibor beraman. Butun O'zbekiston chang bosyapti. Ko'rsiz-a o'zingiz. Mana 6000 yurgan atigi yangi, tushunasizmi? Biz aldab sotmaymiz. Usta chaqiramiz olmasa. Mayli, o'zim chaqiringchi, ko'rsataylik. Mo'shtalar zo'r holatda ekan. Sizlar mo'shtalarni ko'rmadingizmi, aka? Maslalik ko'rinib turibdi-ku, nimasini ko'radi? Qurbetda. Aka, ko'rsiz-a? Mo'shtani holati masligini usta ham ta'kidladi. Mayli birodar, xizmatlar bo'lsa sheydaman, kelaverasiz. Urdiraymi? Ishlashni o'rganlaring. Yo, bu safar alohida temalarni sizlarga o'rgataman. Bu ham bir sizlarga kiyilmitdi ham, dars bo'lsa. Shu esa nuqilish bitib ketaveradi-da. Ha, gapirma. 1 milliondan bu, shunaqa qilib o'llab odamlar pulini oladi. Ha, yo'q, polvon.